Xo'sh. Mana ishga tushdi, to'g'rimi? Assalomu alaykum barchaga. Ishga tushibdi. Yaxshimi, sizlar charchamayapsizlarmi? Xo'p, Ice Pro kanaliga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga biroz noodatiy bo'lgan narsani ko'rsataman. Ya'ni noodatiy emas, hozirgi kunda ko'pchilik ishlatayotgan narsa, ko'pchilik o'sha hamma deyarli foydalanayotgan narsa, startapchilar uchun bosh MVPni qilish uchun juda foydali bo'ladigan narsaga o'rgatamiz. Xo'sh, men nima haqida gapirmoqchiman bugun? Men bugun AI Studio haqida gapirmoqchiman. Bu nima? AI Studio bu sizlarga veb-saytlarni front qismini qurishda yordam beradigan bir, qanday aytsam bo'ladi, AI agent. Chunki bu Gemini shu bir Prodan foydalanadi va uni o'zini aytadigan bo'lsak, bu уже AI agent hisoblanadi. AI model boshqa narsa emas bu. Xo'sh, biz nima o'zi AI Studio nima degan narsa bor? Bizda AI Studio kirsanglar, bu meni API'im. Okey. Sotib olganman to'g'rog'i. Keyin aytaman bu narsa haqida. Bizda Playground bor. Ya'ni sizlar ChatGPTda qanday gaplashsanglar, bu yerda ham shunaqa gaplashsanglar bo'ladi. Masalan, hi, просто gaplashib o'tiraverasizlar bu bilan. Bunda keyin nima bor? Bu yoqda tokenlar bor. Ya'ni ko'rib tursanglar bo'ladi. Masalan, kodda tekst yozsanglar, u juda katta ma'lumot oladi va qancha ko'p sizlarga yozsa, uni shuncha token ko'p ishlatadi. Nima foydali tomoni bor? Boshqa chatlarda, ya'ni boshqa masalan cloud kursorlarda sizlar token uchun pul to'laysizlar. Ya'ni har bir ishlatilgan token uchun pul to'laysiz deydi. Xo'p, aytyapti, bu o'zini token narxini yozib qo'ygan. Siz kiritish tokeni 0.06 dollar deyapti va chiquvchi tokenlar shuncha deyapti. Aytyapti keyin kunlik sizga 1 millionta token berar ekan. Lekin men 1 milliondan ko'p ishlatganman, qotmagan, ishlaydi. Xo'sh, shu. Ya'ni lekin sizlar 1 million ishlatganinglar bilan shuncha pul to'lamaysizlar. Tushunyapsizlar? Agar sizlar 1 millionta token ishlatsanglar ham, sizlar pul to'laysiz. Uni tekinga ishlatayotgan bo'laverasizlar. Shuni haqida aytib qo'ymoqchi bo'lgan xolos. Keyin bizda home direktoriyasi shunaqa bo'lyapti. Playground aytgandek oddiy kod yozasizlar, video generatsiya qilsa bo'ladi, real time nimadirlar. Okey. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Bizga qiziq tomoni dizayn o'zgaribdi-da. Men oxirgi marta kirganimda boshqacharoq edi. Xo'p, AI Studioni build qismida, ya'ni buildda biz veb-saytlar quramiz, boshqa narsa qilamiz. Xuddi shu narsa. Endi tasavvur qilinglar, biror nastroykaga biroz kiramiz, modelni boshlanglar. O'zingizga kerak bo'lgan modelni tanlasanglar bo'ladi. Masalan, men uchu flash reviewni tanlamayman. Menga pro review kerak. System instruction, ya'ni bu yerda sizlar bunga kerak bo'ladigan instruksiya berib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, aytaylik, nima? Ayting, sen shunaqa dasturchisan va sen har doim o'zbek tilida yozasan tekstlarni desak, bu har doim tekstni o'zbek tilida chiqarib beradi. Ya'ni ingliz tilida tekst qo'shmaydi, shu joyi bor. Nima bor bu yerda? Bizda framework bor ekan. Next.js ham bor ekan, qo'shilibdi gap yo'q. Xo'p, bizda framework nima? Bu JavaScript frameworklar hisoblanadi. React, Next.js bilan Angular. Men ko'plarga maslahat beraman React yozishni, chunki uni deploy qilish oson, boshqa narsa qilish ancha oson. Chem Next.jsni men ko'p ishlatmaganman, o'zi yaqinda paydo bo'lgan bu. Angularga qaraganda React ancha oson va ko'p shared hostinglar bu narsaga qo'llab-quvvatlaydi. Men free requestni tanlayman, chunki menda pullisi bo'lgani bilan men free ishlatganim yaxshiroq. Tushundinglar? Bu yerda endi nima bu? Nima ekan? Mikrofon haqida so'rayapti. Xohlasanglar qo'yasizlar, xohlamasanglar qo'ymaysizlar. Xo'p, boshlaymiz. Biz nima qilmoqchimiz o'zi bugun? Bugun bitta o'yin yaratib ko'ramizmi, nima deysizlar? Давайте o'yin yaratib ko'ramiz. Salom. Menga nima o'yin bor? X0 yarataylik. Orqa fonni beramiz, ya'ni X0 o'ynaydigan taxtacha. Xo'p, X0
o'yini uchun taxtacha markazda bo'ladi va orqa fonda esa yog'ochli tekstura bo'ladi. Userlar kirishda ism tanlashadi va xo'sh, aytyapman, X o'yinini, ya'ni no'lik o'yinni yaratamiz deyapman. Uni aytyapmanki, uni taxtachasi bo'ladi, baribir to'rtburchak. O'sha narsa o'zi tursin va orqa foni yog'ochsimon ko'rinishda bo'lsin. Userlar keyin o'sha X ni tanlayotganda har o'yinda gal o'zgaradi. Har o'yinda gal o'zgaradi, uzr. Endi nima? O'yinchilar uchun scoreboardni yozib ket. Yarat. Просто ko'ramiz. Qanaqa bo'lar ekan? Men bilmayman to'g'risi. Просто davaydim. Давайте. Adashmasam, qaranglar, men ko'rgan narsa hozir bu yoqda ko'rinarmikin? Xo'p, bu yoqqa o'tayotganimda biz bir narsani ko'rsatishim kerak. Qaranglar, buildda mana bu yerda database va authorization qo'yish ham bor ekan. Bu joyda menda yo'q edi, chunki bu faqat front ishlar, gap yo'q. Google Maps datani ham qo'shsa bo'lar ekan, gap yo'q. AI powered chatbot, prompt-based video generation, control image aspect ratio, analyze image, fast AI response, video understanding, describe. Juda ko'p narsa qo'shilibdi. Serios aytaman. Zo'r narsa qo'shilibdi. Men buni qo'shsamchi? Authorization Firebase bilan qilar ekan. Firebase dan database yaratar ekan. Juda zo'r. Menda bu narsa yo'q edi oldin. Xo'p, o'zimizni eski pejimizga qaytamiz. Bu yerda nima bo'lyapti bizda? Xo'sh, yaratyapti. Kod qismiga o'tadigan bo'lsak, hozir o'ylayapti, to'g'ri, logikasini, start screen qanday bo'lishini dizaynni qilyapti. Start screen inputlari qanaqa bo'lishi, UI ni qilyapti, user interface. Scoreboardni o'ylayapti. Game over tugash qanaqa bo'lishini, chunki men aytmadim-ku, game over qanaqa bo'lishini. Bu o'zi tushunyapti qanaqa bo'lishini. Bosilgan animatsiya qanaqa bo'lishi, hammasini birma-bir o'ylab chiqadi. Va so'ngida bizga nimani yaratishni boshlaydi. Xo'sh, bundan oldin nima qilib tursak bo'ladi biz? Hech narsa qilib tursak bo'lmaydi. Chunki xudo xolisa bu videoda men sizlarga AI bo'yicha bitta veb-sayt qilishni o'rgataman. Keyingi videoda endi biz o'sha veb-saytimizni tekin hostingga deploy qilishni o'rganamiz. Ya'ni deploy degani bu уже nima desam bo'ladi? Deploy degani bu uni qaysi bitta hostingga yuklaymiz va unga globaldan turib murojaat qila oladigan bo'lishadi qolganlar. Tushuntira oldim deb o'ylayman, menimcha. Okay. Ishlayapti hozircha. Kutamiz, boshqa iloji yo'q bu yerda. Oda. Aytish bo'yicha ishlamadi. Adashmasam ishlamadi. Nima bo'lyapti? Yog'ochli dizayn, orqa fon shunaqa bo'lsin. X0 ni Tic-Tac-Toe degan o'yinga
nomini aytdi, shunaqa bo'ladi dedi. Prevuda nimaga? Mana okey. Zo'r. Mana. Endi qarasanglar bu yerga. Bizda X0 o'yini bor. Birinchi o'yinchi ismini yozadi. Ali deb yozsa, ikkinchisi Vali deb yozdi. O'yinni boshlash bosadi. Navbat Aliga X bosdi. Endi Valini navbati 0 bosdi. Ali bosyapti, X ni bosyapti. Vali 0 bosyapti. Ali X ni bosyapti. Endi Vali 0 ni bosdi. Ali yana X ni bosdi, Vali 0 ni bosdi, X ni bosdi. Durang bo'ldi. Keyingi o'yinga o'tamiz. Xo'p, Ali yana 0 dan boshlaydi, ya'ni chunki o'zgaradi. Bu X, bu 0, bu X, bu 0. Vali g'alaba qozondi. Valida bitta bo'ldi. Keyingi o'yin. Ko'rib turibsizlar, hisob saqlanyapti. Hamma narsa ishlayapti. Xudoga shukr, yaxshi. Endi mana g'alaba qozondi Vali. Valida 2 ball. Tushunyapsizlar-a? Keyingi o'yinga o'tamiz. Bu Vali yana yutdi. Okey. Muhimi biza veb-saytda nuda orqa fonni yog'ochli qilmabdi. Mayli. Hozir biza buni veb-saytga deploy qilishni ko'ramizmi, yo'qmi bilmayman. Nima qilamiz? Ko'ramizmi? Okey. Birinchi o'rinda kelinglar o'zidan boshlaymiz. Ya'ni AI Studioni yaxshi tomonlarini ko'ramiz. Bu yerda uni o'zini ko'rsanglar bo'ladi, nimalar qilganini, nimalarni o'zgartirganini ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerdan keyin pastdan sizga qanday desam bo'ladi? Example beradi, foydali takliflar beradi. O'shani qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi mana bu yerda bizda publish degan joy bor. Bu ham yangi narsa. Menda oldin bo'lmagan masalanda. Publish version secrets image integration GitHub. Men GitHub qulash niyatim yo'q. Xo'sh. Mana. Publish qiladigan joyi bor yoki share qiladigan joyi bor. Masalan, do'stingizga share qilmoqchisizlar, to'g'rimi? U ko'rsin, o'zgartirsin bo'lsa, o'zingizlar moslaysizlar. Publish bitta bossam nima bo'larligini ko'ramiz. What does publishing look like? Your website, your chat code will stay private. Your app will be visible to public URL. Get start. Okay, biza o'zimizani public projectimizni qo'shamiz. Cho'ta cloud code ishlatib yubordim. Nimaga Gemini API ga ishlatdi? Tintakmi bu? Baribir tekin bo'lgani bilan o'ziga yarasha o'zini o'ylaydigan joyi bor buni ham. Mana bu joyda Gemini API ni so'rayapti. Ya'ni API ni ishlatgandan keyin bu har bitta so'rovga pul oladi. Shunisidan maza qiladi u. Xo'p, Gitinorda ham okey. Ko'rib turibsizlar, shunaqa neto joyi bor. Men undan qilyapman. Gemini API ni olib tashladim. Sizlar kod yozayotgan o'zida Gemini API ni olib tasha desanglar ham bo'ladi aslida. Tushundinglar? Qanaqa bo'lishini. URL dan qo'ysam bo'lar ekan, index.html. Qani edi bu? Ism kiritish .example da mana olib tashladim. Endi men buni bitta ko'raman. Xo'sh, keyingi o'yinga o'taman. x0 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 x. Okey, Ali g'alaba qozondi. Hech narsa o'zgarmadi. Publish qilamiz. Get start, publish, extract. Building yoqilgan bo'lishi kerak. Pulli narsa yoqilgan bo'lishi kerak ekan. Buni yoqilgan. Your customers verify your apps external software dependencies. Okay, men kerak emas. Appni build qilaman. Ya'ni o'zimning veb-saytimga. To'g'ri, menga hozir taxminan katta format link beradi u. Balki Netlify kerak, balki boshqa. Your app is being published. Publish bo'lmoqda.
Xo'sh, keyin men buni linkini Katta Texnologiyalar YouTube kanalini anonsda qoldiraman. Pastda qoldiraman va uni ko'rib o'zinglar ko'rsanglar bo'ladi ekan. Okey. Mundoq qilsam ko'rinarmikan sizlarga? Okey. O'zimiz veb-saytimizga o'tamiz. Bitta bosaman va u ishladi. Ishladi. Men uni haqiqiy veb-sayt o'ynayapman endi, agar bilgan bo'lsanglar. O'yinni boshladim. Nimadir bilan nimadir o'ynayapti. X0 X va 0 bu yoqqa X qo'ysam yetadi. O'yinni keyingisiga o'tamiz. Tushundinglar? Demak, ishlayapti. Tugatish. O'yinni boshlash, tugatish degan joyi bor. Perfect. Menga yoqdi. Xo'p, bugungi video shu haqida edi. Katta ehtimol bilan yoqadi. Keyingi safar biz o'zimizni balki Netlify'ga, balki Vercell'ga yoki ma'lum bir tekin serverlarga o'yinimizni yuklashni o'rganamiz. Xo'p, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Videolar o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lishingiz kerak. Xo'p, balki video qiziq bo'lgan bo'lsa, uni tarqalishiga yordam beringlar. Oddiygina like bosish yoki izoh yozishning o'zi yetarli bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.